5. bob taxtga o'ltirish. Yo'lvoz yili 1-oyning 15-kuni. Havo ochiq edi. Shahar ko'chalarida ochiq sovuq shamol kezib yuradi. Tong etishi bilan o'rdikan ansizlik his qildi. Shahar ko'chalarida cheriklar ko'payib qolgan. Ular kishilarga surilib qaraydi. Kishilarmo cheriklarning siyoqidan bir narsa bilib olishga qiziqib, yer ostidan ularga qarashadi. Odamlar ko'chalarda, hovlilarda 4-5 dan bosh qo'shib, g'ulg'uli qilishga boshladi. Voy, nima o'g'anda? Bugun ajab boshqa kunlarga o'xshamaydi-ku. Xon ordisining qopqiqi texi echilmabdi-ku. Ular kirganda uydagilar go'r qilib o'rinlardan qopishdi va oydinlar tarafga burilib, almashtirilgan qo'llarini maydisiga qo'yib, ta'zim qilishdi. Oydin bosh egib javob qaytardi. Oydin sizlarni ko'rgili keldi, dedi Gullayli qizlarga qarab kulib. Qani qizlar, ishinglarni qilaveringlar, dedi Yulduz yiqimliq ovoz bilan. Yulduz rostli yiqimliq qiz. U qiz cho'konlarga o'zining och singillaridek mehribonlik bilan qaraydi. Qiz cho'konlarmo uni yaxshi ko'rib, ko'rsatgan ishini qaytir-qinib ishlaydi. Yulduz Oydin bilan Gullaylini avval kashtichi qizlarning yeniga boshlab keldi. Ular qizlarning apchil barmoqlarida o'ynayotgan yenglardan hosil bo'layotgan har xil gullarga qoyil bo'lib qarab turdi. Bir qiz dolisiga ortiqliq har xil rangdagi bir to'p masht yipdan bir tal qizil yipning uchini tutib, shundoq chopsan so'g'irdiki, boshqa yiplar qimirlamayla qoldi. U yipning uchini tilida namdab, yemirib, chopsalla yengniga o'tkazdi-da, oldidagi kargiga tortilgan yipak raxt ustiga egilib, tegib bitmagan anor guliga yengni sanchidi. Uning nozik barmoqlari raxtning osti ustidan shundoq chopsalliq bilan o'tkaziladiki, hatto kishining ko'zi ko'ribmi ulgurolmaydi. Uning yengnisidan to'q qizil anor guli bitmaydi. Oydin bilan Yulduz, Gullayli ilmi to'qilmachilikning bu mohir ustisiga qo'l qo'ydi. Oydin kashtichilikni yaxshi ko'rdigan. Goyida do'ppiga gulmi tikadigan. Bu qizning ustaligiga qarab, u bir oz xijolat bo'lgandek qildi. Nima degan chapdaslik, nima degan ustalik? Esil, pek esil, dedi u yenidagilarga qarab va qizning peshini muloyimg'ina silab qo'ydi. Keyin ular oq, qizil, hol yipak raxtlarga har xil gullarni tikayotgan kashti mohirlarni ko'zdan kechirdi. Yulduz ularni o'ng tarafdagi do'ppichi qizlarning yeniga boshlab keldi. Qizlar o'rinlardan qo'pmoqchi bo'lgan edi, Oydin ularni to'xtatib qo'ydi. Qizlar ishini davom qildirdi. Har bir qiz bir xil raxtga har xil do'ppi gullarni tikmoqda. Zar do'ppa, marvoyit do'ppa, kalvoton do'ppa, unchi do'ppa, ta'tilla do'ppa, yana chiman do'ppa, bodam do'ppalarmi bor. Qizlar gul tikishdagi chaqqonligi, unchi marvoyitlarni tizishdagi ustaligi bilan Oydinni hayron qoldirdi. Gullayli qator qilibdiki do'ppalar ichidan marvoyit tizilgan bir chiroyli do'ppini elib Oydinga ko'rsatib maqtadi va beshiga ko'ygizib qo'ydi. Voy, ajabmi yarashdi-ku, to'lin aymi xijil bo'ladi, dedi Gullayli qaqoqlab kulib. Kelgiliga kelgan mushida haqan ko'rib o'rilib ketmagaydi yana, dedi Yulduz chaqchaq qilib. Boshqalarmi kulishdi.
Oydin izza aralash kulib, yulduzning biqinidan chimdimoqchi bo'lgan edi, Gullayli oldiga kelib, qo'lini to'sidi. Oydin beshidagi do'ppini Gullayliga berdi. Ular oylanib, shiralar ustidagi har xil gullar tikilgan har yangi raxtlar va putgan kiyimlar ortilgan yerga kelib to'xtadi. 20 cho'kan juvonlar kiyim tikmoqda. 2 nafar yashangan ayol usta ularga ish ko'rsatmoqda. Putgan kiyimlar ichida yoqa maydilariga va yang etaklariga go'zal kashta tikilgan bir uzun shalpar ko'ngak Oydinga yoqdi bo'lg'ay, uni qo'liga ilib aylantirib ko'rdi. Pek yaxshi tikilgan. Ulusimiz ichida mushunda qo'li gul ustalarining borligini bilmaydi ekanman. Bu yaxshi hunarlarni elga toritish kerak ekan, dedi u xushal bo'lib. Uningdan keyin ular xonish tojisini yasayotgan 3 nafar ayolning yeniga kelib to'xtadi. Toj texi bitmagan. Oltin qadoq, marvoyit, kahriva va boshqa qimmatli esil narsalarni ayol ustalar ratlab tizmoqda. Oydin aks nur berib, ko'zlarini chaqnatib qamashtirdigan bu narsalarga qarab turdi-da, voy, shuncha baholiq narsalar. Bulardan qanday narsalarni yasamoqchi? deb so'radi Gullayli bilan Yulduzdan. Xon og'chiga toj yasamoqchi. Javob berdi Gullayli. Hamma narsa o'z loyiqiroq bo'lgani yaxshiroq bo'larmikin? O'rdiga kerak kirmayli mushuncha bo'la pulliq narsani boshqa kiyib olsa qandoq bo'la? Al nima deb qola? Oydin ikkalanga savol nazar bilan qaradi. Biroq siz endi xon og'chi ekanligingizni unutmang, dedi Gullayli Oydinga tushuntirgandek. ilgirdan kelayotgan o'rdi yosoni shundaqkan. Bularni qilmay bo'lamdi. Alga kirsang elingcha, suvga kirsang belingcha debdikan. To'y degan to'y bo'lsin-da. Qeyni qizlar, tunugungi qo'shig'inglarni bir aytib o'tinglar-chi, dedi u qizlarga qarab. Kashtichi qizlar qo'shiqni boshlab etdi. Boshqalar qo'shildi. Jaranglagan qo'shiq ovozi o'yni bir oldi. Qo'shig'ingni aytsangchu, naslinib turmay adash. Biz kichikdan qo'shiqchi, aslida qo'shmaq adash. Ah balaxon seni deyman, sendin o'zga yarim yo'q. Yarim seni yot aylab, qo'shiq qo'shdim gul bog'da. Men ko'yingda yig'layman, sen yuriysan u tog'da. Ah balaxon xushtarman, sendin o'zga yarim yo'q. Talnurib yo'lga qarab, ko'zlarim taldi yigit. Bir qayrilib baxmaydi, ya ketib qoldi yigit. Ah balaxon xumarimsan, sendin o'zga yarim yo'q. Oynayli yar Gullayli, gulzorliqda bo'stonda, bag'rimiz qinib to'ysin chimanda gulistonda. Ah balaxon dilim senda, sendin o'zga yarim yo'q. Qizlarning sho'x naqshlari, chuchuk ovozlari Oydinni qoyil qildi. U qizlarga barakallah aytib tashqari mangdi. Qatalan tayyorliklar bilan 3-4 oy o'tdi. Mana to'y kuni 9-oyning 1-kuni yetib keldi. Orda to'yga bezandi. Bog' hovlida kishilar atigalla qo'zg'aldi. Oydinning hovlisida tong etishi bilanla to'yning qiziqi boshlanib ketdi. Kuzgi quyosh hamma yoqqa nur chechib, asta ko'tarilmoqda. So'yilgan qo'y kalalar dosh qozonlarda puruqlab qaynamoqda. Dasturxon, lunga, qochqumuch, obtiva chilopchi ko'tirgan va ko'zlarda sharoblar ko'tirgan kishilar shapashlab uydan uyga qatnamoqda. Hovlining bir chetida bir necha kishi sukan va sivatlardan o'zim, shaptol, anjurlarni ilib tozalab, cho'ng tovoqlarga tizmoqda.
Hovlining bir bo'lingida pishirilayotgan to'nir kavob, zig' kavoblarning purqi butkul hovlini bir olgan edi. Mehmonlarmo kelishga boshladi. Kutkuchilar ularni uylarga va orqa hovlidagi shiyponga boshlamoqda edi. Ichkirki hovlidagi oydinning hujrasiga qiz-cho'konlar liq to'lgan. Gullaylining boshchiligida ular oydinni kiyindirmoqda. Tushdan keyin kech peshinda oydinni kiyindirib bo'lishdi. U shundoq chiroyli kiyindirib bezalganki, xuddi cho'chaklardagi ma'budlardek ajoyib bir go'zalga aylandi. Uningga hol rang kashtilik uzun ko'nglik, ustiga uzun jigarrang nimchi kiydirilgan. Nimchining yoqa pashlariga, yang uchi ballariga zar kashti tikilgan. Ko'krakdan tortib peshigicha sho'x onur gullari chekilgan. Orqasiga o'rib tashlangan sochlariga oltin chochpaq esilgan. Quloqlariga esilgan go'har ko'zlik, oltin zanjirlik sövkadan aks etgan nurlar ko'zlarini chaqnatdi. Bilaklarga har xil marvoyitlar qo'yilgan oltin bilaguzuk. Barmoqlariga chash, yoqut ko'zlik oltin uzuklar silingan. Putiga chiroyli oliy yeshil gullar tikilgan qo'nchilik qizil cho'riq kiygan. Beshiga oltin qadoq taqilgan ta'tilla do'ppi kiygan. Peshonasi ustida qimirlab jula chechib turgan oltin qadoqning o'rtasida ushkidek cho'nliqdagi marvoyit parqirab turadi. Bo'yniga esil unchi marjon haqiqlardan bezalgan zunlari esilgan. Kiyindirib bo'lgandan keyin bosh ustiga shalparrang nepiz cho'ng yipak yog'liq yapgan edi. Oydin boyiqidimi uz bo'lib ketdi. Uning nozli xumor ko'zlarini, ko'limsirab turgan xushxuy siyoqini, yipak ro'mol to'salig'ini yo'q. Balki u o'zining qizil rangi bilan oydinning go'zalligiga go'zallik qo'shdi. Yulduz, Gullayli, qunduzlarmu maxsus tikilgan to'yliq kiyimlari bilan yasinishdi. Neriqi uydan chiroyli kiyinib bezalgan bir-birdan o'moq va uz xizmatchi qizlar chiqdi. O'zaro maqtanish, chaqchaq ovozlari ko'tarildi. Xizmatchi qizlar qator tizilib kelib oydinga ta'zim qildi va yangi kiyimlari qutlug' bo'lg'ay xon ocha dedi hammasi tang. Sizlarga qutlug' qizlar, texmi chiroyliq, bakmi suyimlik bo'lib ketibsizlar, dedi oydin qizlarni erkalatib. Qancha chiroyliq bo'lsaqmi o'zlariga yetmaymiz, dedi bir qiz. Hur parilarmi o'zlarining oldida xijil bo'la. Sutuq Bug'raxonga vakolatan qizni ko'chirib ketish uchun o'rda og'isi Borisbek bilan ilik hojiblar keldi. Gullayli chiqib, ularni boshlab kirganda oydin xijolat bo'lib, beshini burab yonto bo'lib oldi. Borisbek bilan ilik hojib tangla. Ulug' Sutuq Bug'raxon nomidan go'zal og'chamni o'rdaga ko'chirib ketishga keldik, dedi. Oydin ostinqi levini tishlab beshini burdi. Keyin ozroq roslanib, ularga yenik ta'zim qilib, ehtirom bildirdi. O'rda kentning cho'ng ko'chasida qiz ko'chirgichilar to'pi cho'ng tantani bilan o'rdaga qarab ketib bormoqda. Doqi-do'mboq, naqshi qo'shoq ovozlari butun shaharni yangratmoqda. Ko'chirgichilar to'pining o'ttirsida to'gi ustidagi tegirmakda nepiz qizil yipak raxt yepilgan bezaklik oydin o'ltiribdi. Egiz nor to'ga so'latlik bezalgan. Uning qo'yriqidan tortib bo'ynigacha uzun, chuchilari sangilib turgan tovar yopiq yepilgan. Bo'yniga qatori esilgan pepiklarning o'ttirsiga har xil qo'ng'iroqlari esilgan.
quloqlarining orasidan beshig'icha kiygizilgan bo'kning mangliyiga qizil durdundan ishlangan cho'ng gul qadalgan. To'gining beshiga har xil ranglik masht yiplardan to'qilgan nuqta silingan. Ustiga qizil pashmat shalbur kiyib, beshiga qora salvar talpak, putiga cho'riq kiygan qora mutuq, fakarroq 16 yoshlardagi bola kumush zanjirlik cho'lurni tutib, to'gini yetilab mangmoqda. Hammaning ko'zi tegirmakdiki go'zal Oydinda. To'gining loklari orasidan sangilatib silingan kichik gilamning ustiga tuz egar yasilib, uning ustiga chiroyli tegirmak yasalgan. Tegirmak kichik gumbaz shaklda 4 taraflik yasalgan bo'lib, 4 tarafiga gul chakkan po'piklik qizil parda tortilgan. Oydin yerim ko'tarilib qo'yilgan pardalar orasidan atrofiga nazar silib, kishilar hurmatiga olqinini juplab javob berib o'ltiribdi. U kulimsirab tursa-mu, qoshlari ostida bilinar-bilinmas nogolalik sezilib turadi. G'alati ishlar bo'layotidi deb o'yladi ko'nglida u. Rostli o'ylamagan yerdan karomat ishlar bo'layotadi. Oydin sutuq bilan tol chiviqni ot qilib chepishib yurgan vaqtlarida, o'qil yo'lida qo'l tutishib sakrab yurgan vaqtlarida bundaq ishlarni nadimi o'ylasin? Keyin Oydin bilan sutuq orasidagi do'stlik muhabbati ishq muhabbatga aylangan vaqtlardimi u bundaq ishlar bo'lar deb tasavvur qilmagan edi. U sutuqning xon bo'lishini, bir kunlarda o'zining xonish bo'lishini biladi. Lekin u ko'k ko'tarilgan, jahonni beshiga kelgan bundaq karomat tantanning bo'lishini zoda o'ylab baxmagan. U ko'p qitim ko'rgan shirin tushlardimi bundaq ajoyib ishni ko'rmagan edi. Lekin mana bu ishlar bo'layotdi. Bu qandoq bo'lgani? Bular kim uchun? Avval xonga albatta. Ammo buning ichida Oydinmi bor-ku? Alcho. Qizlarning larzon usullari, sho'x qo'shiqlari uning xiyollarini xushalliq dengiziga boshlab ketadi. U kuladi. Ammo qopqida nogulalik alomatlari hamon sezilib turadi. Oydinning ikki tarafida to'yliq kiyimlar kiyib, chiroyli bezalgan kichikroq ikki to'giga mingan yulduz bilan qunduz ketib bormoqda. Oldida Gullayli. Uning oldida Borisbek bilan Elik Hojib bezalgan arg'umoqlarga minib ketib boradi. Ularning oldida va Oydinning kaynida usulchi va qo'shiqchi qizlar usul o'ynab, qo'shiq aytib piyoda mangmoqda. Bularning oldida bezaklik otlar qo'shilgan, gilam silingan ochiq qorli ustida chiroyli kiyingan, ballariga to'qilmiliq shoyi ro'mol bog'lagan nog'ri sunoy kanaychilar zo'q bilan qizil po'piklar bog'langan chalg'ularini chalmoqda. To'pning eng oldida va eng orqasida 4 dan chizilgan 5 qatordan 10 qator nayza qalqonliq cheriklar piyoda ketib bormoqda. To'pning ikki tarafida bosh oyoqqacha birdan qator chizilgan qilichliq cheriklar sap tortib mangmoqda. Qiz ko'chirgichlar to'pi shaharni yangratgan doqidumboq, naqshi qo'shiqlar bilan o'rda oldi maydoniga yetib keldi. Maydonga to'plangan kishilar tiqma-tiqmoq bo'lib, Oydinni ko'rishga intilishdi. Nog'ri sunoy ovozlari avjiga chiqdi. Qo'shiqlar yangradi. Usullar qaynab ketdi. Usulchi qizlar nog'rining ritm bilan urilgan sanam kuyiga tankash bo'lib, shodiyona o'ynamoqda.
Xan qiz kelur, to'y kelur, o'ynang ukam yariya. To'yga taylaq qo'y kelur, o'ynang ukam yariya. Ham g'o'jamg'u o'rdig'a, o'ynang ukam yariya. Pari kelur, hur kelur, o'ynang ukam yariya. Ko'zlaring o'ynaq ekan, o'ynatmag'in yariya. Qoshlaringni ya qilib, otma meni yariya. Uval bo'lsa maylimu, men gadayga yariya. Sevinch bozorida sotma meni yariya. Chimandagi gullardek gullayli biz yariya. Yaylaqdagi tulpardek sakrayli biz yariya. Sandulach qushlar bilan kulayli biz yariya. To'y tomosha qaynasin, o'ynayli biz yariya. Kishilar ichidan bir qancha ayollarmi qizib usulga tushib ketdi. Ikki joyda qiz yigitlar to'saq to'sidi. Gullayli ularga tangi chashdi. Qaynoq tantani ichida mangan ko'chirgichlar to'pi go'yo daryoda osta o'zib ketib borgan bezakli kemiga o'xshaydi. Qiz ko'chirgichlar to'pi qopqiga yaqin kelganda oldidagilar ikki tarafga bo'linib yo'l ochdi. Oydingni kichik sho'ti bilan to'gidan tushirishdi. Qopqi ustidagi egiz pashtoqda nog'ri sunaylar ovozi ko'tarildi. Oyding yulduz bilan qunduzning hamrohligida qopqi palampeydin ko'tarilganda, yipiq qopqoqning oldida bir to'p qiz yigitlar shalpar raxtni o'ziniga tortib oldini to'sdi. Gullayli ularga adab bilan bosh egib hurmat bildirgandan keyin oq dasturxonga o'ralgan qo'yning pishiq to'shini va bir to'p tovarni sundi. Keyin tangilar bilan choshqu chashdi. Qopqa echilib, oydinlar ho'ylig'i kirganda, Sutiqbug'raxon To'g'rilbay va qilich bilan uni qarshi elib, oydinga hurmat bildirdi. Oydin xonga ta'zim qilib, levini tishlab, yer ostidan qaradi. U ko'lgunchak xumar ko'zlarini Sutiqbug'raxonga qancha ko'rsatmaslikka tirishdi-mu, xon allaqachon bayqab oldi va kulimsirdi. Ular ichkirga yuzlangandan keyin qilichning ishorati bilan bir qancha qiz yugaklik uzun qizil poyandozni soldi. Sutiqbug'raxon bilan Oydin. Orqalarida Gullayli, Yulduz, Qunduz va Ilik Hojib, To'g'rilbay, Borisbay qilichlar poyandoz ustida salmoqlik bilan menib peshayvonga chiqdi va o'ng yoqqa burilib bir saroyga kirib ketishdi. Ho'ylida soz, naqshi usul davom qilmoqda edi. Uyda ularni diniy ishlar o'lsi bey bilga bir necha oy ilgari silingan Ozni masjidning tunji xatibi Abu Nasr Samoni va bir qancha arboblar qarshi oldi. Abu Nasr Samoni qibla tom oldidagi bir kishilik gilam joy namozda yukinib o'ltirib, nikoh o'qib, duoga qo'l ko'tardi. Boshqalarmo duo qildi. Uning oldida Sutiq bilan Oydin boshlarini egib, yukinib, qator o'ltiradi. Duodan keyin Gullayli chinidagi tuzg'ichilangan bir parcha nonni bo'lib, ikkisiga yegizdi. Ular qaytib peshayvonga chiqqanda yana muzika, naqshi ovozi ko'tarildi. To'yga qutlug' bo'lg'ay, xon bilan xonish omon bo'lsin degan ovozlar anglandi. Gullayli yana siqimlab tangi elib choshqu chashdi. Xon bilan xonish do'stlarining hamrohligida o'ngga burilib, taxt saroy tarafga qarab mengib ketdi. Sutiqbug'raxon Oydin bilan saroyga kirganda, xon ona, Botir tog'a, Bilgi Tekin, Arslan va boshqa o'rda amaldorlari ularni qarshi oldi. Qarshi olg'uchilar orasida shaharning to'rilari, katta boshlari,
boy savdogarlar va chirik amaldorlarmi bor edi. Xon bilan xonish taxt oldida yondosh turgan xon ona bilan Botir tog'ining oldiga kelib, yuzma-yuz turdi. Gullayli kelib, Oydinning bosh ustidagi yepilgan qizil ro'molni orqasiga echib oldi. Ikkaylan xon ona bilan Botir tog'ining oldida o'ng tizi bilan tizlanib, egilib turgan so'l tiziga qo'llarini qo'yib ta'zim qildi. Avval xon ona Oydinni, Botir tog'a Sutuqni, keyin olmishib peshonalaridan so'ydi. Bir qiz dasturxon selingan patnusda yaltirab turgan xonish tojini ko'tarib keldi. Gullayli uni ilib, to'taylarning yon tarafida to'xtadi. Ona tojni ilib Oydinga kiygizdi. Saroyni guldirlatgan soz ovozi yangradi. Kishilar orasidan xon og'jamga qutlug', to'yga qutlug', xon va og'jamning umrlari uzoq bo'lg'ay degan ovozlar anglandi. Xon ona oldida, xonish Oydin orqasida mengib supudagi taxtga ko'tarildi. Ona o'ttirdi. Ikki yanida o'g'li bilan kelini 3 taxtga o'ltirdi. Talada qutlug' ovozlari ko'tarildi. O'doldiki va ikki yondagi eshiklar kang echilib, usulchi qiz-yigitlar usul o'ynab kirishdi. Saroy saynosiga to'lgan usulchilar yo'tkilib turgan sozga tankash qilib, yuqori mahorat bilan o'ynashdi. Usullar avjidan avjiga ko'tarildi. Saroy qaynab ketdi. To'y tantanasi yuqori baldoqqa ko'tarildi. Hayotning qomusini oshqin amdi. Bang'oshliq, bexudlikdan qochqin amdi. Bilikning konidan go'harni tanlab, xaloyiq boshlariga choshqin amdi.